Assalomu alaykum, hurmatli yo'ldoshlar. Ma'lumingizki, Muftiy Boboxonovlar fondi o'z faoliyatini 2019-yildan beri olib bormoqda va fondning asosiy vazifalaridan biri bu yosh olimlarni, tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Qarshi davlat universiteti doktoranti Arslonbekov Nursultonni taklif qildik. Ularning ilmiy mavzulari O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining kadrlar tayyorlash va xalqaro aloqalar sohasidagi faoliyati deb nomlanadi. Va bu borada mana Nursulton o'z ilmiy izlanishlarini biz bilan ulashadilar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Men Qarshi davlat universiteti doktoranti Arslonbekov Nursulton. Bugun Muftiy Boboxonovlar fondida mehmon bo'lib turibman. Bugungi intervyuimizdan maqsad mana shu men ilmiy ishim borasida Muftiy Boboxonovlar fondidan ko'pgina ma'lumotlar olish va ularni qisman sizlar bilan ulashish maqsadida bu yerga jamlandik. Muftiy Boboxonovlar biz bilamizki 3 avlod mana shu O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasini boshqarib, hozirgi faoliyatdagi mana shu 100 millionlik musulmonlarning diniy yetakchisi sifatida qariyb 50 yilga yaqin vaqt davomida bu avlod musulmonlarni boshqarib keldi. Nima uchun bu ilmiy ishni biz oldik? Sababi 2020-2022 yillar davomidagi magistrlik ishimda men aynan 1920-1930 yillardagi Sovet dahriylarining ateistik tuzumdagi faoliyati va ularning diniy ulamolarga qarshi siyosati va ularning bosimlari mavzusida ilmiy ishlarni olib borganman va aynan shu davr mobaynidagi olib borgan ilmiy ishlarim va to'plagan ma'lumotlarim asosida davrning keyingi qismini ham o'rganib bu ilmiy ishimni boshlashga asos yaratdim. 1940-1980 yillarda Ikkinchi jahon urushi arafasida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi tashkil etildi. Biz bilamiz 1939-1945 yillarda Ikkinchi jahon urushi bo'lib o'tadi. Butun dunyoda dunyo ikki lagerga, ya'ni fashistik va antifashistik lagerga bo'lingan holatda urush olib bordi. Aynan mana shu davrda fashist Germaniyasining Shimoliy Kavkaz va Kavkaz ortidagi mana shu musulmonlarni Sovetlar rejimiga qarshi qo'llashdagi urinishlar tufayli Stalin siyosati o'zining ateistik siyosatini to'xtatib, xalqni birlashtirish va ana shu birlashtirish uchun hamma dinlarga bir maqomda erkinlik berildi. 1943-yil 20-oktyabrda Eshon Boboxon hazratlarining uylarida, ya'ni Qorasaroydagi o'z xonadonlarida dunyo ana shu O'rta Osiyodan yetib kelgan 160 dan ortiq katta yirik din vakillari, katta yirik ulamolar ishtirokida qurultoy bo'lib o'tadi va qurultoyning yakuniy natijasiga ko'ra O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi tashkil etildi. Aynan nima uchun bu davr biz uchun ahamiyatli? Sababi aynan dahriy tuzum islom dinini propaganda orqali to'liq yo'q qilib, din afyundir degan kurashni o'zini oldiga maqsad qilib qo'ygan bir vaqtda mana shu Ikkinchi jahon urushi arafasida dinimizning saqlanib qolishi va keyingi davrda ham ateistik tuzumning turli qirg'inlari, turli xil ig'volariga qaramasdan mana shu yurtimizda keyingi davrda bu dinimizning saqlanib qolishi juda ham ahamiyatga molik voqea bu. Aynan mana shu davrdan boshlab turib O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasining faoliyatida Toshkentning, xususan Boboxonovlar xonadonining maqomi nihoyatda balandligi tufayli, aynan bu maqom tufayli keyingi davrdagi xalqaro faoliyatlarda ham Boboxonovlar sulolasiga SSR hukumati ma'lum bir ma'noda suyanishga majbur bo'ladi. Xususan mana shu sulolaning eng yorqin vakillaridan biri Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlarini 1957-1982 yillarda qariyb chorak asr davomidagi muftiyliklari, ya'ni butun O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasiga boshliqliklari paytida bu kishi 70 ga yaqin davlatlarga safarlar uyushtirib, mana shu xalqaro faoliyatda musulmonlar bilan o'zaro aloqalarda bizning O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining, balki butun SSR musulmonlarining bir yirik vakili sifatida u yerlarda ishtirok etdilar. Aynan u kishining 25 yillik faoliyatlari davomida
u kishi 50 ga yaqin yirik konferensiyalarda ishtirok etdilar va konferensiyalardagi eng asosiy ko'zlangan maqsad bu dunyoda tinchlikni ta'minlash va yadro ana shu sovuq urush davomida yadroviy tahdidlarga qarshi butun va O'rta Osiyo musulmonlarining pozitsiyasi bu tinchlikni saqlash va xalqaro do'stlik va hamkorlik, madaniyatlararo o'zaro totuvlik ekanligini u kishi butun dunyo afkor ommasiga ko'rsatib o'tdilar. Aynan mana shu ilmiy ish davomida yana bizni diqqatimizni tortadigan muhim bir masalalardan biri bu albatta O'rta Osiyoda diniy ta'limning tiklanish jarayoni bo'ldi. 1927-28 yillarda O'rta Osiyoda xudosizlik propagandasi vujudga keladi. Ya'ni bu SSRning birinchi 5 yillik rivojlanish sistemasida Stalinning buyrug'iga asosan barcha dinlarni tugatish, diniy ulamolarni qatag'on qilish yoki ularni surgun qilish yoki jismonan yo'q qilish siyosati olib borildi. Aynan shu jarayonda ana shu O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi judayam ko'p diniy ulamolardan ayriladi. Biz buni katta terror deb ataymiz. Ya'ni 1937-38 yillardagi katta terror davomida ham ulamolarning juda katta qismi yoki Sharqiy Turkistonga, hozirgi Shinjon Uyg'ur viloyatiga, Xitoydagi yoki bo'lmasam Saudiya Arabistoniga yoki bo'lmasam Turkiyaga qochib ketishga to'g'ri keladi. Aynan mana shu jarayonda 1937-yilda Eshon Boboxon hazratlari ham qamoqqa olinadilar. U kishi 2 marotaba qamoqqa olingan 1937-1940 yillarda. Lekin mana shu qamoqqa olinish jarayonlarida ham u kishini matonatlari ko'zga ko'rinadi. Ya'ni u kishi hatto qamoqxona jarayonida ham ana shu NKVD xodimlariga bu Allohning irodasi degan fikrni aytib, umuman bir norizolik holatini ko'rsatmaganlar. Aynan 1943-yildagi Stalin bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin ham u kishi o'zlarining salobatlari, xalqaro miqyosdagi, umuman O'rta Osiyo miqyosidagi diniy bilimlari va o'zlarining millatni, ummatni birlashtirish yo'lidagi harakatlari bilan barchaga namuna bo'ladilar. Eshon Boboxon hazratlarining vafotlaridan keyin 1957-yilda Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari amalda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining muftiysiga aylanadilar va u kishi aynan otalarining Eshon Boboxonning ishlarini ham ma'nan ham jismonan amalga oshirib, bu ishni yana ham yuksak darajada davom ettiradilar. Xususan u kishining takliflari bilan 1971-yilda diniy idora tarkibida ana shu butun SSR miqyosida yagona bo'lgan oliy ma'hadni ochilishi bu diniy ta'limdagi tub burilish bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. 1942-yilda Tatar milliy ziyolisi va musulmonlar yetakchilaridan biri Abdurahmon Rasuliy tashabbusi bilan Sibir va Ichki Rossiya musulmonlar idorasi tashkil etildi. Aynan mana shu davrda Eshon Boboxon hazratlarining tashabbusi bilan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarini birlashtiradigan yagona bir tashkilot tuzish taklifi SSRga xat orqali ma'lum qilindi. Va aynan shu xat tufayli 1943-yilda u kishi Stalin bilan uchrashadilar va bu uchrashuv yakuniga ko'ra 1943-yilning 20-oktyabrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy nazorati tashkil etildi. Aynan diniy nazoratning tashkil etilishi ortidan diniy kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bordi. 1937-38 yillarda diniy kadrlarning aksar qismi Sovet qatag'oni tufayli yo'q qilinganligi tufayli, ya'ni Sovetlarni siyosatini din bilan hamohang ravishda olib bora oladigan va xalq bilan kelisha oladigan, xalq bilan ishlay oladigan kadrlarga nisbatan ehtiyoj paydo bo'ladi. Aynan shu ehtiyoj tufayli 1944-yilda Xalq komissarlari Soveti qoshidagi diniy ishlar bo'yicha qo'mitaga 1944-yilda may oyida SSR musulmonlar, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari nomidan xat yo'llanadi. Aynan xatga javob o'laroq 1945-yilning oktyabr oyida, ya'ni 19-oktyabrda SSR qoshidagi Xalq komissarlari Soveti qoshidagi diniy qo'mitadan bunga ijobiy javob keladi. Ya'ni ko'pgina o'rganishlar natijasida mana shu xalq bilan ishlay oladigan diniy kadrlarga ehtiyoj tufayli
Buxorodagi Mir Arab va Toshkentdagi Bariqxon madrasalarini ochishga ruxsat beriladi. Natijada 1945-yilning fevral oyida 6-fevralida bu yerda Mir Arab madrasasi faoliyati boshlanadi. Dastlab madrasaga 60 ta odam olinishi belgilanadi. Xususan O'zbekistondan 25 ta, Qozog'istondan ham 25 ta, Tojikiston va Qirg'izistondan 17 ta, Turkmanistondan 15 ta. Mana shu mahalliy yosh vakillar diniy ta'limga nisbat oz bo'lsa-da diniy ta'limga ega bo'lgan yoshlar mana shu Mir Arab madrasasiga o'qishga qabul qilinadi. 1941-yilda Ikkinchi jahon urushi boshlandi. 23-iyunda Brest qal'asiga fashistlarning hujumi bilan Ulug' Vatan urushi, ya'ni Sovetlar tarixidagi ozodlik urushi boshlanib ketadi. Aynan shu jarayonda 1941-yilning o'zidayoq SSR Xalq komissarlari Sovet qoshida diniy qo'mita tashkil etiladi, ya'ni diniy nazorat qo'mitasi va u pravoslav cherkovi xodimlari bilan ko'rishadi. Aynan shu jarayonda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy nazoratining yirik yetakchilaridan biri hisoblangan va endigina qamoqdan ozod qilingan Eshon Boboxon hazratlari ham Moskvaga O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy nazoratini birlashtiradigan tashkilot tuzish talabi va taklifi bilan chiqadilar. Endi mana siz mavzuyingiz xalqaro aloqalar bilan bog'liq ekan. Aytingchi, mana shu o'sha Sovet davrida, demak, siyosat cheklangan bir davrda qanday shu O'rta Osiyo Qozog'iston diniy boshqarmasi xalqaro aloqalarni o'rnatishga erishgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin Winston Cherchill tili bilan aytganda temir parda tortdi. Ya'ni G'arb bilan sharqiy frontdagi davlatlar, ya'ni Sovet Sotsialistik Respublikasini qo'llab-quvvatlovchi davlatlar o'rtasida dunyo ikki blokka ajraldi. Ya'ni bu Sovuq urush nomi bilan mashhur 1946-yildan 1991-yilgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga qamrab oladi, to SSR davlatining yo'q bo'lib ketgunigacha. Aynan mana shu jarayonda 1946-yildan boshlab Shimoliy Afrikadagi, umuman Yaqin Sharqdagi ko'pgina musulmon davlatlari o'zlarining milliy mustaqilliklariga ega bo'la boshladi. Va aynan ularni Sovet qutbiga tortish, ya'ni siyosiy globallashuv jarayonida ularni bilan aloqalarni mustahkamlash va ularning G'arbga bo'ysunishidan ko'ra Sovetlarga do'st bo'lishini xohlayotgan Sovet siyosatchilari bilishadiki, buni dinsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Aynan shu tufayli ular O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy nazorati va uning yetakchilaridan hisoblangan Ziyoddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlariga juda ham katta imkoniyatlarni beradilar. Albatta ular doimiy ravishda ana shu safarlar jarayonida ham elchiliklar orqali, ya'ni ana shu xorijiy davlatlar, Yaqin Sharqdagi elchilar yoki Shimoliy Afrika yoki Sharqiy Afrika davlatlaridagi elchilar, Sovetlar elchilari orqali bizning diniy xodimlarimizni nazorat qilishga harakat qiladi. Lekin shunday bo'lsa-da, bizning maqsadimiz siyosiy propaganda qilib Sovet davlatini yomonlash emas, balki Ziyoddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari va u kishining safdoshlarining maqsadi butun dunyodagi musulmonlar bilan integratsiyalashuv, ya'ni ular bilan aloqalarni qayta tiklash, do'stlik aloqalari, ta'limdagi aloqalarni qayta tiklash va ulardan eng yuqori ana shu biz qariyb 30 yil, 40 yil davomida diniy teologiya masalasida aloqalarimiz yo'q bo'lib, diniy ta'limdan orqada qolib ketgan bir jarayonda ulardan eng yaxshi kitoblar, eng yaxshi qo'llanmalar va dars sistemalarini o'rganib, aynan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasida qo'llash va shu orqali ham Sovetlar bilan ham dunyo musulmonlari bilan aloqalarda o'zaro ko'prik bo'lish vazifasini bular o'zlariga maqsad qilib qo'yishgani. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Qani shu borada bir yana qo'shimcha qilmoqchi edim, aynan ta'lim muassasalari bo'yicha shu oliy ma'hadga aynan Al-Azhar universitetining dasturi kiritilgan ekan. Va undan kam bo'lgan holatda kadrlar tayyorlashgan Al-Azhar darajasida. 1958-yildan boshlab turib diniy siyosatda yangi bir o'zgarishlar vujudga kela boshladi. Buning sababi yuqori siyosiy elita, ya'ni Nikita Xrushchev boshchiligidagi siyosiy elita
dinga nisbatan siyosatni qayta ko'rib chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Ya'ni 1928-29-yillarda boshlangan, lekin Ikkinchi jahon urushi tufayli to'xtab qolgan ateistik propagandani yana qaytadan jonlantirish iloji bo'lsa, buni kuchli holatda amalga oshirishni o'zlarini oldiga maqsad qilib qo'yish. Lekin shu jarayonda ular yana bir narsani inobatga olishlari majbur ediki, biz nafaqat O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasimiz. Biz 1000 yillik islom sivilizatsiyasi tamaddunining beshiklaridan biri hisoblanamiz. Va bunga nisbatan ko'z yumish butun dunyoga nisbatan musulmonlar bilan aloqalarni uzilib qolishiga olib keladi. Aynan shuning uchun ham Xrushchev boshchiligidagi diniy dunyoviy elita, ya'ni siyosiy elita bizga bir qancha erkinliklar berishga majbur bo'ladi. Xususan shu erkinliklardan biri ana shu diniy ulamolarning xorijga safarlari va O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasining u yerdan, ya'ni xorijdan, Shimoliy Afrikadan yoki Yaqin Sharqdan yoki bo'lmasam Hindiston va Pokistondan yetib kelgan musulmonlarni qabullari. Albatta biz bilamizki, bunday qabullarning soni bir yilda kamida 300 taga yaqin qabullar o'tkazilingan. Buni biz arxiv ma'lumotlardan ko'ramizki, birgina 1952-yilning o'zida xorijiy mamlakatlardan umuman Yevropa, Amerika, Kanada kabi xorijiy davlatlardan ham 100 ga yaqin delegatsiya vakillari o'rtasiga yetib keladi. Va bular albatta bizning tariximiz, madaniyatimiz, qadimiy osor atiqalarimizni o'rganishni o'zlarining oldilariga maqsad qiladilar va bu yerdagi hayot, biz bilamizki, Yevropaning tushunchasida, umuman G'arbning tushunchasida Sovetlar umuman ateistik davlat. Bu yerda umuman inson huquqlari toptaladi. Aynan shunga qarama-qarshi o'laroq o'zlarining niqoblarini berkitib, Sovetlar hukumati bizda adolat mavjud, bizda inson huquqlariga hamma birdek rioya qilish imkoniyatiga ega degan tushunchalarni ko'rsatish uchun hattoki 1960-yillardan boshlab turib Sovet Sharqi musulmonlari jurnallarini ham joriy qilishga ular majbur bo'lishadi. Ya'ni bu Sovet Sharqi musulmonlari 1968-yildan boshlab hattoki 3 tilda joriy qilinadi, chop etila boshlanadi. Ya'ni rus tili, fransuz tili va eski o'zbek yozuvida. Nima uchun aynan fransuz tili? Shimoliy Afrika va G'arbiy Afrikaning katta qismi to 1960-yilgacha Fransiya mustamlakasi bo'lgan. Aynan shuning uchun ham bu yerdagi musulmon davlatlar bilan aloqalarda fransuz tili ko'proq bo'lgan. Hamda bu yerda ta'limiy masalalar, ta'limga doir ko'pgina bizda fatvolar, musulmonlarni ana shu bid'atlarga qarshi kurashish bo'yicha Ziyoddinxon ibn Eshonbobon hazratlarining fatvolarini butun dunyoga ko'rsatish va ana shu musulmonlardan qisman bir ma'noda bu narsalarning to'g'riligiga ishonch hosil qilish ham aloqalarda o'ta muhim rol o'ynagan. Xususan 1958-yilda Al-Badavuniy hazratlari Pokistonning eng mashhur shayxlaridan Karachi universiteti rektori tashrif buyuradilar. Bu kishi 1958-yildan boshlab Shah Ziyoddinxon ibn Eshonbobon bilan balki marokashlik, sudanlik, togolik, kamerunlik, umuman butun dunyo musulmon yetakchilari bilan ham mana shunday do'stona xatlashuvlar, do'stona uchrashuvlar nihoyatda ko'p bo'lgan. Nursulton, sizga mana shu arxiv manbalarida qaysi hujjatlar muhim manba bo'ldi va shu bilan bir qatorda umuman O'rta Osiyo Qozog'iston diniy boshqarmasi qanday tashkilotlar bilan hamkorlik qilgan? Shu bo'yicha ilmiy izlanishda ko'rib chiqqanmisiz? Albatta. Hozirgi kunda O'zbekiston Milliy arxivi davlat fondida juda ham qadrli bo'lgan 2456 fond mavjud. Ushbu fondning asosiy mazmuni O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy nazorati hamda aynan O'zbekiston SSRdagi diniy boshqarmaning ya'ni SSR diniy boshqarmasining O'zbekiston SSRdagi vakilligi, upanomochenniy vakilligini fondi hisoblanadi. 2456 fondning aynan bizga ma'lum bo'lgan 750 ga yaqin ishlari mavjud. Shu ishlardan hozirgi kunda biz qariyb
%90 ga yaqin ma'lumotlarni o'rganib chiqdik. Aynan bu ma'lumotlarda xususan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy nazoratida qanday qilib kadrlar bilan ishlangan, qanday qilib xalqaro faoliyatda xatlar almashinuvi olib borilgan, qanday qilib dunyo miqyosidagi konferensiyalarda aynan bizning vakillarimizning ishtiroki ta'minlangan. Ularga nisbatan dunyo miqyosidagi munosabat qanday bo'lgan va bizning ularni, ya'ni xalqaro miqyosdagi turli xil SSSR, Sovet siyosati, diniy siyosati borasidagi savollariga qanday javoblar berilgan kabi judayam qiziq mavzularga aynan 24-56-punktda biz javoblar olganmiz. Yana hozirgi kunda bizda maqsad bor, inshaalloh nasib qilsa Tojikiston Respublikasi huzuridagi aynan fondni, ya'ni diniy ishlar bo'yicha fond mavjud. U yerda ham hamda Qirg'iziston Respublikasida ham aynan diniy ishlar bo'yicha judayam katta fondlar mavjud. Aynan shu ikki respublikadagi fondlarni ham ilmiy asosda o'rganib, ilmiy ishni yanada boyitish, xudo xohlasa, bizning oldimizdagi maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Fondimizda Islom sivilizatsiya markazi bilan hamkorligi bor. Islom sivilizatsiya markazi bilan bir necha loyihalar ustida ish olib boryapmiz. Va yaqinda o'sha Islom sivilizatsiya markaziga Qozog'istondan mehmonlar keldi va ular ham Qozog'iston diniy idorasida aynan Sovet davriga taalluqli ko'plab manbalari, arxivlarda hujjatlari borligini tasdiqlashdi va hozir o'sha diniy idora arxividan xat yozib, o'sha boboxonovlarga ajratilgan markazdagi bo'limga hujjatlarni, manbalarni olib keltirishni rejasi ko'rilmoqda va sizga ham tavsiya etardim, o'sha Qozog'iston diniy idorasida arxividan foydalansangiz deb. Albatta, rahmat ustoz bu taklif uchun. Men bir qancha xorijiy manbalarni o'rganish jarayonida ko'pgina qozoq ana shu diniy tarix bilan shug'ullangan olimlarning ham ishlarini ko'rib chiqishga muvaffaq bo'ldim. Shulardan biri Ashirbek Mo'minov. Bu kishini ilmiy ishlarini o'rganish jarayonida, ya'ni tezislarini, ilmiy tezislarini o'rgandik. Buni o'rganish jarayonida judayam katta boy arxiv ma'lumotlaridan foydalanganlar u kishi. Xususan aynan Chimkent shahrida joylashgan Janubiy Qozog'iston musulmonlari arxividan foydalanganlar hamda Turkistondagi arxivdan, Qozog'iston arxividan ham foydalanganlar. Aynan mana shu ikki shahardagi arxivni o'rganish ham hozirgi kunda bizni oldimizdagi maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Siz aytganingizdek, haqiqatda ham birgina olimni qarashini o'zida, ya'ni Ashirbek Mo'minovning ishini o'rganib turib, biz bu arxivlardan albatta foydalanishimiz kerakligi, xususan aynan shu davrni to'laqonli yoritish uchun, ya'ni nafaqat u kadrlar bilan ishlash, balki Qozog'istonning xalqaro faoliyatda, Qozog'iston musulmonlarining xalqaro faoliyatdagi munosabatlarda qanchalik o'zi ahamiyatga ega bo'lishdi, bu yerdagi olimlarning qanchalik bu jarayonlarda ishtirok etdi, aynan shu masalalarni ham o'rganishimiz uchun albatta o'rganishimiz bizga foydali bo'ladi. Qani sizni ilmiy izlanishingizda shu haj safari bo'yicha qandaydir ma'lumotlar bormi? Aynan mana shu ilmiy ishni o'rganish jarayonida men ko'pgina aynan O'zbekiston Milliy arxividagi manbalarni o'rgandim va aynan bularni har birida albatta palomnichestvo, ya'ni Makka yu Madinaga safarlar, haj ziyoratlari masalalari yoritilgan. 1945-yildan to 1991-yilgacha bo'lgan jarayonda qariyb desmasam 46 marta haj amallarini O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlari bajarganlar va bu ish jarayonlarini o'rganish jarayonida men shunga qiziqdimki, hattoki Makka Mukarramaga jo'natilayotgan hojilarni ham albatta diniy sohada bir qancha tushunchaga ega bo'lgan, diniy savod ham bo'lgan, hech bo'lmaganda o'rta darajada madrasa ta'limini ko'rgan ziyoratchilarni aynan ro'yxatga olinganligi hamda xususan ularni ham Makka Mukarramada, Iordaniyada yoki bo'lmasam Suriyaga ana shu safar davomida, Misrga yoki bo'lmasam safar davomidagi, ya'ni keyingi
yo'nalish, ya'ni Makkaga yetib borish jarayonida ham bir qancha musulmonlar bilan savol javob qilganlarida, nafaqat sovetlarni bular haqiqiy siyosatni bir tomonlama ko'rsata olganlar. Ya'ni bizni O'rta Osiyodagi siyosatni yaxshi taraflarini ko'rsatib bera olganlar. Balki G'arbning propagandasini ham, ya'ni sovetlarga qarshi siyosatini yoki bo'lmasam dinga qarshi siyosatiga ham o'zlarini raddiyalarini ilmiy asosda bera olganlarga guvoh bo'lamiz. Xususan aynan 1956-yilda Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshonboboxon boshchiligidagi aynan Misrga, Iordaniya, Suriya hamda Makka mukarramaga safarlarida ham bir qancha qiziq savollar beriladi. Aynan shuni keltiradigan bo'lsak, o'zi sizlarda oila bormi? Siz O'rta Osiyoda musulmonlar nikohlanadimi yoki janoza marosimlari qanday bo'ladi? O'rta Osiyoda diniy ta'lim mavjudmi? Yoki bo'lmasam O'rta Osiyo musulmonlari diniy amallarni qay darajada erkinlik bilan bajaradilar degan qiziq bir savollarni beradilar. Va albatta u kishi o'zlarini saviyalaridan kelib chiqqan holatda bu savollarga, ayniqsa xorijiy mamlakatlarni va arab jurnalistlarini savollariga mukammal javoblarni beradilar. Qarang, endi o'sha diniy boshqarmani xodimlarini xalqaro konferensiyalar ishtirokchilari bo'yicha qanday sizda bir izlanish bo'lgan? Albatta Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshonboboxon faoliyatlari, umuman Boboxonovlar faoliyatini o'rganish jarayonida 40-80-yillar oralig'ida qariyb 50 ga yaqin judayam katta konferensiyalarda O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi vakillari eng yetuk ulamolar sifatida va voiz sifatida, ya'ni va'z o'qib ana shu konferensiyalarda ishtirok etadi. Bu konferensiyalardan eng muhimlari biz bilamizki 1961-yilda Yaponiya poytaxti, Yaponiyaning eng mashhur diniy shaharlaridan biri Kyotoda bo'lib o'tgan butun dunyo dindorlari konferensiyasida tinchlikka qaratilgan. 1962-yilda Bag'doddagi butun musulmonlarning tinchlikka qaratilgan konferensiyalarda u kishi o'zlarini va'zlari bilan ishtirok etadilar va dunyoga sovet musulmonlarining pozitsiyasi faqat tinchlik, yadroviy urushlarga qarshilik va o'zaro musulmonlarning va umuman boshqa dunyodagi barcha insonlar bilan tinch totuv yashash degan messejni butun dunyo musulmonlariga va butun dunyoga beradilar. Qarang, endi o'sha ilmiy tadqiqot ishlaringizga qaytadigan bo'lsak, umuman bu izlanishda siz qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Xo'p, tadqiqot ishimizdagi eng katta qiyinchilik albatta bu jarayonning judayam keng ko'lamga masshtabga egaligi. 40 yil davomidagi kadrlar masalasining o'zi judayam katta mavzu, chunki mana shu 40 yilning ichida diniy siyosatning bir necha bor o'zgarishi, Mir arab madrasasida kadrlar sonini ko'payib yoki ozayishiga, Baroxon madrasasini yopilib ketishiga yoki bo'lmasam oliy ma'hadni ochilishiga olib keladi. Aynan shu jarayonlarni to'liq ochib berish uchun faktlarni o'rganish va turli xil qarama-qarshi fikrlarni bir me'yorga keltirish aynan bizdagi qiyinchiliklardan biri bo'ldi. Sababi xalqaro miqyosdagi olimlarning ko'p fikrlarida biz albatta ularning bir yoqlama fikrlari bor. Ular bizdagi hujjatlarni to'liq ich-ichidan o'rgana olmaganliklari uchun, sovetlarning arxivlarini to'liq o'rganib chiqish imkoniyati ularda bo'lmaganligi uchun bir taraflama fikrlarni ko'ramiz. O'rta Osiyo yoki bo'lmasam sovetlar miqyosidagi olimlarning ishlarini o'rganadigan bo'lsak, ularning ishlarida sovetlarni bir taraflama oqlash, haqiqatni to'sish, ya'ni to'liq haqiqatni olib chiqmaslik, ko'r-ko'rona sovetlarni maqtash kabi holatlarni ko'ramiz. Aynan shuning uchun o'zaro o'rtadagi haqiqatni topish, tarixiy haqiqatni yuzaga olib chiqish bizdagi ishimizdagi eng qiyinchiliklardan biri bo'ldi desak bo'ladi. Qani shu izlanish davomida sizga qandaydir kutilmagan qiziqarli ma'lumotlar ochgan holatlar bo'ldimi? Albatta. Quyidagi juda qiziq holatlar ko'p bo'lgan tariximizda. Aynan mana shu ishni o'rganish jarayonida ham meni qiziqtirgan bir ish aynan
Qozog'istondagi o'ta mashhur shayxlardan biri bo'lgan Tayoqli Eshon hazratlari bilan Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshon boboxonni suhbatlari menda juda ham qiziq uyg'otdi. Aynan Tayoqli Eshon hazratlari bu hozirgi zamonaviy qozoq ulamolarining eng yetuk vakillaridan biri hisoblanadi. U kishi o'zi asli Oltiarqali bo'lgan ekanlar, lekin aynan 1930-yillardagi qatag'onlar jarayonida dastlab o'zimizni Toshkentda Sergelisiga, keyin Kelesga, keyinchalik esa ana shu Qozog'istonda hozirgi Chimboy viloyatida joylashgan, adashmasam Sariyog'och degan tumanga hukm qilinadilar. Bu kishi o'zi devona hisoblanganlar. Aynan Toshkentda yashayotgan paytlarida bu kishini Tayoqli Eshon deb nomlashlariga sabab Yunus Muhammad o'zi ismlari. Bu kishi o'zlari shu darajada olim insonlar bo'lganki, Yunus Muhammad hazratlari 4 ta tilda bemalol gaplashganlar. Qozoq, koreys, rus va o'zbek tillarida bemalol suhbat qurganlar. Va bu kishini ilmlari shu darajada kuchli bo'lganki, Hastimon masjidida, Toshkent yuragi hisoblangan Hastimon masjidining tepasida chordoq xona bo'lgan va u yerni diniy muftiyat ana shu O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi kutubxonaga ajratdi. Aynan ana shu joyda dunyo miqyosidagi eng kamyob kitoblar to'plangan. Shunday. Tayoqli Eshon hazratlari o'zi tashqi tarafda telbaga o'xshab ko'rinsalar ham turk, arab, fors tilida yozilgan dunyo miqyosidagi olimlar o'rganishi kerak bo'lgan kitoblarni o'zlari aynan ana shu kutubxonaga chiqib olib vaqtlarini o'tkazgan. Tayoqli Eshon hazratlari keyinchalik ana shu Sariyog'ochga ketganlaridan keyin ham Ziyovuddinxon ibn Eshon boboxon bilan aloqani to'xtatmaganlar va shu darajada u kishini dinga muhabbatlari kuchli bo'lgan ekanki, har juma kuni Hastimonga juma namozini o'qish uchun kelgan ekanlar. Piyoda kelganlar va u kishi bir kuni Ziyovuddin Eshon boboxon bilan ko'rishganlarida muftiy hazrat biz qachon ilm o'rgatishni boshlaymiz insonlarga, risollarga. Va vaqt keladi hazrat ilm o'rgatishga deganlar aynan ana shu paytda. U paytda aynan biz bilamiz 1956-yillarda diniy siyosat qattiqlashgan. Mararabda kadrlar 90 tadan 30 ta ekanmagan paytda o'sha gapni gapirgan. Va Tayoqli Eshonni yana bir xislatlaridan biri shu darajada bo'lganki, hech qachon qo'rqmaganlar haqiqatni gapirishdan. Diniy idora doim moliyaviy masalalarda qiynalgan. Doimiy qiyinchilikka duch kelgan. Bu aynan 1980-yillardagi diniy idoradagi to's-to'polonlarga sabab ham aynan shu moliyaviy qiyinchilik hisoblangan asli. Aynan shu jarayonda Tayoqli Eshon bir kuni Ziyovuddinxon ibn Eshon boboxon bilan ko'rishganlarida qori menga pul beradi deganlar. Va Ziyovuddin ibn Eshon boboxon hazratlari shu darajada saxovatli bo'lgan ekanlarki, cho'ntaklaridagi bor pulni berib, yana ustilaridagi to'nni ham kiygizgan ekanlar. Hattoki. Tayoqli Eshon shunda u kishiga bir tanbeh berib, ya'ni nima uchun sen olimlarga nisbatan befarq bo'lyapsan yoki bo'lmasam ularni moliyaviy jihatdan qo'llamayapsan degan ma'noda men oilam yoki farzandlarim uchun olmayapman bu pulni. Men buni haqqa tarqatish uchun olyapman deb turib, qisman Ziyovuddin Eshon boboxonga dakki berib ketgan ekan katta kishi. Va keyinchalik u kishi Sariyog'ochga ketganlaridan keyin o'zlariga halqa quradilar, ya'ni qishloq odamlarga ilm o'rgatishni boshlaydilar. Aytganimizdek, ilm tarqatishga juda ham haris bo'lganlar va u yerdagi shayxlar, xalqni pulini olishga o'rganib qolgan shayxlar Tayoqli Eshon bilan kelisha olmaydi, murosaga kelolmaydi. Shu jarayonda sen nima uchun, qanday qilib, qaysi hujjatga ko'ra ilm o'rgatyapsan? Sen o'zi telba bo'lsang deb turib, xalqni orasida Tayoqli Eshonni izza qilishga harakat qiladilar. Shunda u kishi qo'llaridan bir qog'oz chiqaradilar. Bu qog'ozda Eshon boboxonni muhri bo'ladi. Ya'ni u ilmga ega degan muhr. Ya'ni Eshon boboxon hazratlari Toshkentda yurgan paytlarida Tayoqli Eshonga o'sha barvaroq vasiqa chiqarib bergan bo'ladilar. Ya'ni vasiqani mazmuni shunday iboratki, bu 3 ta tilda bemalol ilm olgan, o'z davrining yetuk olimlaridan biri hisoblanadi. Hozirda fiqh, hadis kabi ilmlarni sizlarga o'qish huquqiga ega.
Ha, iya. Hattoki aynan Eshon Boboxon hazratlarini bir varaq qog'ozlari ham Qozog'istonda hozirgi diniy ilmni sababchilaridan biri bo'lgan Yunus Muhammadni oyog'ida qolishiga, ya'ni keyinchalik ham ilmiy faoliyatini davom ettirishiga, keyinchalik masjidlar ochishiga, hozirgi Chimkentdagi eng mashhur masjidlardan biri Sariyog'och masjidi deb madrasasi deb nomlanadi, uzr. Mana shu madrasani bino bo'lishiga sabab ham aynan Ayazid Eshon hazratlari hisoblanar ekanlar. Bu kishini ham moliyaviy jihatdan, ham har tomonlama hujjat jihatdan qo'llab-quvvatlaganlar bo'lsa, Boboxon hisoblanadi. Aynan shu bu kabi qiziqarli faktlar ilmiy ishni o'rganish jarayonida juda ham ko'p uchraydi. Aynan O'rta Osiyo va Qozog'istondagi musulmonlarni Ziyovuddin xon Eshon Boboxon nafaqat qo'llab-quvvatladilar, balki ularni xorijdagi ta'limlarga ham juda ham katta e'tibor berganlar. U kishi mana ilmiy ishni o'rganish jarayonida xatlarga duch kelamiz. Xatlarda albatta Al-Azhar deb o'qiyotgan, ya'ni Misrdagi Al-Azhar universiteti yoki bo'lmasam Marokashdagi Qoroyun universiteti yoki Suriyadagi Damashq universitetida o'qiyotgan talabalarning hol ahvoli bilan albatta tanishganlar. Ularga moliyaviy yordam ko'rsatganlar. Bu albatta ana shu ilmiy ishdagi eng qiziq faktlar hisoblanadi men uchun. O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy boshqarmasining faoliyati hozirgi O'zbekistonni diniy kadrlar tayyorlash tizimiga qanday ta'sir ko'rsatdi deb o'ylaysiz? Xo'p, bu juda ham muhim savol bo'ldi. Chunki ilmiy ishning asosiy mazmuni ham mana shu diniy kadrlar siyosatini ochib berish bo'lganligi tufayli aynan 1945-yillardagi Mir Arab madrasasining ochilishi va uning mantiqiy davomi bo'lgan 1971-yilda Oliy Mahad, Islom Oliy Mahadining ochilishi, ya'ni yuqori o'rinda turuvchi oliy ma'lumotli ruhoniylarni, dindorlarni tarbiyalovchi bu ikki diniy dargoh nafaqat O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari hayotida, balki butun sobiq hamdo'stlik davlatlari, ya'ni sobiq SSR davlatlaridagi barcha musulmonlarga eng yuqori turuvchi diniy kadrlar tayyorlashda ahamiyatga ega. Xususan 1950-yilning o'zidayoq qariyb 10 mamlakatdan kelgan diniy kadrlar O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari tarkibidagi Mir Arab madrasasida o'qiyotgan edi. Va bularning soni 1972-yilga kelganda 13 mamlakatdan kelgan diniy kadrlar O'rta Osiyoda aynan bizning diniy o'quv markazlarimizda ilm olib, o'z yurtlariga haqiqiy ilmni, Qur'on, fiqh, hadis kabi ilmlarni yetkazishayotgan edi. Xususan diniy kadrlarni tayyorlashda yana bir narsaga ahamiyat berish kerakki, hozirgi kunda bizning zamonaviy dunyomiz nafaqat dinni tushunadigan, balki xorij bilan ham, xorijdagi boshqa din vakillariga ham dinni yetkaza oladigan, kerak bo'lsa ular bilan bahslasha oladigan yuqori saviyali olimlarga, yuqori saviyali ilm kishilariga muhtoj. Aynan shu muhtojlikni his qilgan holatda 1958-yilda Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon Mir Arabdagi ta'lim tizimini o'zgartiradilar. Bizdagi ta'lim qariyb 500 yil davomida faqat fors tilidagi adabiyotlarga bog'lanib qolgan. Xalqaro miqyosdagi butun arab dunyosi tan olgan yirik ulamolarning asarlaridan afsuski biz ana shu 500 yil davomida uzoqlashganmiz. Aynan shu jarayonni to'liq his qilgan holatda u kishi 1958-yildan boshlab turib fors tilidagi adabiyotlar o'rniga arab tilidagi adabiyotlar miqyosini ko'paytiradi. Bu nimaga olib keladi? Albatta, arab tilini chuqur biladigan, arab dunyoqarashini ega bo'lgan va dunyoda xalqaro siyosatda arablar bilan suhbatlasha oladigan va SSRning musulmonlari holatini to'liq anglatib bera oladigan kadrlarga nisbatan ehtiyojni qondirish. Va albatta 1958-yil, 60-yilda yana bir o'zgarish qiladilar u kishi. 1960-yildan boshlab rus tili fani arab tili fani qatorida o'qitish boshlanadi. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni sovetlar siyosatini tushunmay turib,
sovetlar va oddiy xalq o'rtasidagi, oddiy musulmon xalqlar o'rtasidagi vaziyatni o'ynab bo'lmaydi, to'g'rilab bo'lmaydi. Aynan shu jarayonni to'g'ri hisobga olib, holatda Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon fanlarga, ya'ni ingliz tilida buni kurikulum deydi, fan dasturiga rus tilini ham qo'shadilar. Bu kishini eng katta qilgan ishlaridan biri albatta hisoblanadi. Fariz, Nursulton bu yerda yana shunga qo'shimcha qilib ketmoqchiligim, keyinchalik mana ma'lumingizki o'sha Shamsiddinxon Boboxonov hazratlari ham o'sha oliy ma'had rektorlik davrlarida shu diniy ta'limdan bir qatorda dunyoviy ta'limni ham kiritganlar va unda shu mamlakatimizni eng yirik olimlari, akademiklar, professorlar dars berishgan. Xususan man o'zim bilganim o'sha akademik Alibek Rustamov, shu bilan bir qatorda mana sharqshunos olim Tilmin Sattarov kabi va albatta sharqshunoslarni, ko'pchilik sharqshunoslarni ustozi Shoiston Shmuhamedov kabi ustozlar o'sha yerda tarixdan, adabiyotdan va boshqa dunyoviy ilmdan dars berishgan. Albatta. Mana shu ilmiy ishni o'rganish jarayonida yana bir narsa qiziqki, hozirgi kunda biz bilamiz, butun dunyoda ingliz tili jahon tili sifatida o'rganilyapti. Aynan shu jarayonlarni kechgan Shamsiddinxon ibn Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari aynan rektorlik paytlarida yana bir yirik o'zgarishni amalga oshiradilar. Ya'ni oliy ma'hadda ingliz tilida darslarni yo'lga qo'yish. Butun dunyoga globallashish uchun, butun dunyo bilan kelisha olish uchun, butun dunyo bilan muloqot uchun yana ingliz tili bilan hisoblashmasa bo'lmaydi. Aynan mana shu narsa ham bu kishini eng katta o'zgarishlaridan biri hisoblanadi. Nursulton, sizningcha bu tarixiy davrni o'rganish kelajakda qanday amaliy foyda keltiradi? Tarixsiz kelajak yo'q. O'tkir Hoshimov ta'biri bilan aytganda, ildizini yo'qotgan millat, ildizini yo'qotgan daraxt turishga mahkum. Aynan bizning tariximiz 1000 yillar davomida islom dini va uning ulamolariga bog'langan. Biz ulamolarni hayotini to'liq o'rganmasdan turib, hozirgi baxtli hayotimizga shukrona keltira olmaymiz. Aynan 1940 umuman SSRning 75 yillik siyosati davomida dinga qarshi dahriylik faoliyatida juda ham katta yo'qotishlarga uchradi xalqimiz. Bu milliy jihatdan, bu madaniy meros jihatdan, bu ma'naviy jihatdan yo'qotishlarga uchradi. Lekin shu yo'qotishlarga qaramasdan bizni hozirgi madaniyatimiz, hozirgi osor-otiqalarimiz, hozirgi tariximizni eng katta qismi bo'lgan madaniy obyektlarimizni saqlanib qolishda aynan mana shu Boboxonovlar sulolasi juda ham katta ishlarni amalga oshirdi. Biz bularni o'rganar ekanmiz, tarixning bir katta qismini saqlab qo'ygan sulola sifatida xalqimizni eng qiyin paytlarida yonida turib bera olgan sulola sifatida o'rganamiz va kelajak avlodga bularni yetkazishdan maqsad ham hozirgi tinch hayotga, hozirgi xotirjamlik, hozirgi to'kin sochillik bo'lgan haftanday bizning diniy ehtiyojlarimizni qondirayotgan davlatimizni siyosatini ko'r-ko'rona emas, balki bilvosita tushunib, uni qo'llab-quvvatlab, hozirgi hayotimizdan rozi bo'lib yashash uchun ham aynan mana shu davrni o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Nursulton, sizga katta rahmat, shu qiziqarli ma'lumotlar bilan bizlarni barchani bahramand etdingiz. Sizga kelajakda ilmiy izlanishimizda ulkan muvaffaqiyatlar va albatta ikki dunyoni muvaffaqiyat keltiradigan ilm egasi bo'lishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Ahmad ustoz, bu suhbatdan albatta biz ham ko'p foydalar oldik va sizni ham mana shu biz bilan bog'lanib bu yerga taklif qilganligingiz uchun juda ham katta o'zimni va ustozlarimni rahmatlarini aytaman. Biz bu yerdan juda ham ko'p ma'lumotlar oldik, xususan fonddagi rasmlar, fondda saqlanayotgan hozirgi kundagi arxiv ma'lumotlari, hozirgi kunda bu yerda to'plangan kitoblar albatta bizning ilmiy ishimizni yoritishda juda ham katta yordam bo'ladi. Sizga va sizni jamoangizga keyingi ishlarda muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Nursulton, sizga katta minnatdorchilik bildiramiz va fondimiz nomidan sizga
shu siz tadqiqot qilayotgan mavzuda bir ulkan ma'lumotlar kiritilgan shu manbalarni taqdim etmoqchimiz va o'ylaymizki u sizga foyda keltiradi. Rahmat ustoz. Shu sizga rahmat. 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 Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.